Assalomu alaykum do'stlar. Mana navbatdagi obyektimizga yetib kelganmiz, ko'rishingiz mumkin. Uyni shu holatda ko'tarib, tom qismini yopib, endi pol qismiga nima qilaman deb o'ylanib o'tirgan akalarimizga mana ajoyib yechim. Ko'rishingiz mumkin. Yig'ma monolit. Bu xonamizni to'lig'icha yig'ma monolit mahsulotlar monolit qismini bitkizib berganmiz. Ustabonlarimiz bir kunda shu holatga keltirib qo'ygan, ko'rishingiz mumkin. Baquvvatligi gap bo'lishi mumkin emas. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, tag qismini ham ko'rsataman va qo'yilish jarayonlarini ham qo'yib boramiz. Mana bu tag qismini ko'rinishi uyimizning eni 4 metr bo'lgan, ko'rishingiz mumkin. Bitta shpakilovka bilan tekis holatga keladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, ishinglarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Sizlar bilan Andijondagi yig'ma monolit bo'ldi.